O'zbekistonda eng ko'p foydalanadigan va eng ko'p menimcha sotiladigan mashinalardan biri Damas mashinasi. Universal mashina, odam tashishsa ham bo'laveradi, yuk tashishsa ham bo'laveradi. Juda ko'p ishlarda foydalansangiz bo'ladi. Bu mashinaga biz propan qo'yib berganmiz. To'laqonli standart Euro 2 ga javob beradigan. Bunday qaraganingizda balon ko'rinmaydi ham. Yaqinlashtiramiz. Bersizlarmi? Ko'rasiz, atak uzoqdan qaraganingizda ko'rinmaydigan qilib qo'yib berganmiz. Eng qizig'i, bundan oldin akalarni tog'asiga qo'yib bergan bitta mashinasiga. Labosi. U qalay yuryapti aka? Zo'r yuryapti aka. Hidlar tushgan yo'q, hamma tavsiya qilamiz. Gaz turishi ham chiroyli. Yaxshi? Hayajonlanmayapsiz endi videodan aka? Yo'q, yaxshi. Bir marta bo'ldi xolos yetadi. Akaga eng qizig'i, bundan oldin qanaqa gapirishda boshqa qilishdan hayajonlanmay aka dedim. Sizni bizga beradigan fikringiz muhim dedim va aka bilan kelishilgan holatda fikrini bildik. Biz bu mashinaga aytganimdek akalar Euro 2 standartlariga to'liq javob beradigan qilib qo'yib berganmiz. Turецкий klapanlarimiz ishlaydigan va aynasi 301 fikrujadlar bilan qo'yib berganmiz. Ham neytralka, ham gaz benzin o'zida. Endi mashinani yurgizamiz. Bismillah. Bitta zamokka yarimta bilan yuradigan qilib, xudo xolasa, chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Mashinamiz gaz yurib turgan holatda, eng qizig'i ko'rinib turadigan datchiklarni ham bilan qo'yib berganmiz. Eng qizig'i bu mashinaga doim biz har doim imkon qadar har bitta mashinamizga shumka qilishga harakat qilamiz va bunga ham orqasiga shumkalarni qo'yib berganmiz. Aka, ish sifati yoqdimi? Yo'qdi, hamma tavsiya qilamiz. Bemalol, xudo xolasa. Bundan oldingi labo ham yaxshi yurganligi uchun o'yin bo'lib kelgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Akalar, sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, Gazpro servisiga tashrif buyuring. Bizning manzil Andijon shahrida, Asaka-Andijon yo'nalishida, Gulistonning yangi yo'lida, Mirzo Foto 2 ro'parasida. Agar rosa qiynaladigan bo'lsanglar, shunchaki Yandex kartaga yoki Google kartaga Gazpro deb yozadigan bo'lsanglar, albatta biz manzilga kelib chiqadi. Sizlarni Gazpro servisida kutib qolamiz. Salomat bo'lishga majbursizlar.